قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Barliq hamd sanalar alemlerinin perverdigarı Allah Teala'ga xasdır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, aile azalarga, sahabelerge ve o zatga güzel ahlak bilen ergeşken barliq mümin Müslüman qarindoshlarga Allah'ın salamı ve berekatı bulsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz mümin Müslüman qarindoshlar, bugünkü dersimiz bolsa dünya hayatı oyun tamashadan ibaret emas degan mavzuda bo'ladi. Hammamiz yaxshi bilamiz, Alloh taolo mana bu koinotni yaratdi. Shuning bilan birgalikda mana bu koinotda yashaydigan barliq mahluqotlarni ham yaratdi. Ularning jumlasidan inson degan bir zotni mahluqotlarning ichida eng mukarram va musharraf va ulug' mahluqotlarning biri qilib yaratdi. Shuning bilan birgalikda mana bu insonga ibodat degan amalni yukladi. Ya'ni insonni bekordan bekorga yaratmadi, balki insonni mana shu koinotni yaratgan, olamlarning parvardigori bo'lgan yakkayu yagona Alloh taologa taat ibodat qilish uchun yaratdi. Shuning uchun mana bu hayoti dunyodagi umrimizni g'animat bo'lib, buningdan yaxshilab foydalanib, olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taologa taat ibodat qilmog'imiz lozim aziz qarindoshlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresinin 17. ayetinde mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. İ'lamu ennallaha yuhyil arda ba'da mevtiha dedi. Bilib qo'yinglar, Allah zeminni o'lgandan keyin tiriltirdi dedi. Yani qaqas, qurg'oq zeminni yomg'ir bilan ko'kartidi Alloh taolo. Xuddi shuningdek mana bu o'lib ketgan sizu bizlarni ham o'lib ketganimizdan keyin vaqti soati kelganda qiyomat qoim bo'lganda Alloh taolo xuddi o'lak zaminni qandoq tiriltirgandek sizu bizlarni ham xuddi shundoq tiriltiradi aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu hayoti dunyoda g'aflatda yashamasdan Allah Teala'ga taat ibadet bilen hayatımızı ötkazmağımız lazım. Kad beyyana lekumul ayat la'allakum ta'qilun dedi. Biz hakikaten sizlarni tushunsin deb sizlarga kamoli qudratimizni ko'rsatadigan dalillarni bayon qildik dedi. Alloh taolo Qur'oni Karimda qanchalagan joylarda misol keltirdi. Tefekkür kılınlar, tedebbür kılınlar, sizlerinin yaratışınlar onunla okşaydı, bununla okşaydı dep qanchalagan misollarni beradi. Tefekkür ve tedebbür kılışımız için ve şunun bilen birgelikte Allah Teala özünün kudretini ana şu mahluqatlarga namoyon qilmoq uchun aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz buningdan ibrat olmog'imiz lozim. Mana bu oyatlar bekordan bekorga emas, oyatlar sizu bizlarning ibrat olishimiz uchun bayon qilingandir. Shuning bilan birgalikda Qur'onning ro'shal dalil paketlari bilan Alloh taolo qaytib ketgan
dillarni hidoyat qiladi. Mana bu dillar qanchaki Allohni zikr qiladigan bo'lsa, qanchaki Allohning kalomini tilovat qiladigan bo'lsa, yumshaydi ekan aziz qarindoshlar. Xuddi qattiq qaqas zaminga Alloh taolo yomg'irni yog'dirib, uningdan yap-yeshil o'simliklarni o'stirgandek, mana shu qetib ketgan dillar Allohni zikr qilish bilan, Allohning kalomini tilovat qilish bilan to'g'ri yo'lni topishi mumkin. Shuning uchun aziz qarindoshlar, mana bu Allohning kalomini o'qiylik, Allohni zikr qilaylik, hayotimiz g'aflatda o'tib ketmasin. Oyatning davomida Alloh taolo mundaq deydi: Innal musaddiqina wal musaddiqat va aqradulloha qardan